bilasizmi? Hozir xayolimga judayam ko'p juftliklarimizni homilador bo'lgan, farzandli bo'lgan juftliklarimizni tarixi yodimga tushyapti. Aslini olganda, men o'ylayman, nafaqat eko, balki tabiiy homiladorlikda ham homilani bo'lishi, u homilani 9 oy rivojlanishi, qo'li-qo'lida, oyog'i-oyog'ida, boshi-boshida bo'lib, bir paytli umuman ko'rinmaydigan ikkita tomchidan, hatto tomchi ham emas, mikroskopda ko'rinadi faqat. Ikkita hujayradan butun boshli shakllangan farzandning dunyoga kelishi o'zi mo'jiza. Homilador bo'la olish ham mo'jiza. Shuning uchun aytamanki, tibbiyot erishgan eng katta yutuqlardan biri bu eko muolajasi. Sizda umuman farzand bo'lish imkoniyati yo'q, bachadon naylaringiz berk yoki urug' miqdori juda ham kam, siz hech qachon farzand bo'la olmaysiz degan holatlarda ekodan foydalanib homilador bo'lish mumkin. Har bir homiladorlik aslida mo'jiza, har bir juftligimni tarixini eslayman, aytib berishim mumkin. Bir xilida hazillashib aytamanki, pensiyaga chiqsam, yoshim katta bo'lsa, albatta memuari reproduktologa deb qabulimda bo'lgan patsientlarimni tarixi haqida kitob yozaman deb niyat qilib qo'yganman. Lekin hozir bitta patsientkamni tarixlari esimga tushdi, ismlari mayli, aytmay qo'ya qolaman. Menga kelganlarida yoshlari adashmasam 34-35 yoshlar atrofida edi. Tuxumdon zaxiralari keskin kamaygan. Bitta tuxumda bitta, ikkita folikulalar bo'lardi va bachadon naylari o'tkazmas edi. Bolaliklarida appenditsit, asoratlangan appenditsit bo'lganlar va shuni ta'sirida kichik chanoq bo'shlig'iga ham yallig'lanish jarayoni o'tganligi sababli bachadon nayi zararlangan. Va meni qabulimga kelganlarida ular bilan eko muolajasi qilishga kirishdik. Folikulalarning soni kamligi uchun bir marta emas, bir necha marotaba stimulyatsiya qilib, tuxum hujayrani yig'ishga ahd qildik. Bilasizmi, adashmasam 4 marta, 5 marta eko qildik. Patsientkamiz topgan tutgan pullarini yig'ib, terib faqat shunga sarflaydilar. Hattoki shunaqa holatlar bo'lganki, mana to'laqonli stimulyatsiya o'tkazganmiz, shu dorilarni qabul qilganlar. Lekin punksiya qilamiz degan kungacha yoki folikulalar yorilib qolgan punksiya qilmaganmiz yoki punksiya jarayonida folikulalarning tarkibidan tuxum hujayra olmagan protokollarimiz ham bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan patsientkam yig'lardilar, kulardilar, hazillashardilar. Men albatta bolali bo'laman derdilar va yodimda o'sha paytda singlari ham homilador bo'lib, farzandli bo'lgan edilar-da. Firuza Zulayeva, men ham ona bo'larmikinman. Singlimiz shunaqa qizi shirin, shunaqa xuddi onasiga o'xshayman, shunaqa yaxshi ko'raman, ishdan chiqib har kuni uni ko'rishga boraman derdilar. Albatta ona bo'lasiz deb qo'llab-quvvatlab qo'yardik. Hattoki esimda shu protokollarning bittasida qish kuni edi. Belgilangan operatsiya soatiga kechga qolyaptilar va telefon qilganmiz. Ko'pchilik eko qildirganlar biladiki, trigger berilgandan keyin 36-37 soatdan keyin punksiya qilish kerak. Ya'ni patsient xohlagan paytida kelib yoki biz xohlagan paytimizda patsientni punksiyaga ola olmaymiz. Ya'ni punksiya qiladigan vaqtlari keldi, lekin kelmayaptilar. Telefon qilyapmiz, qayerda qoldingiz? Kelyapman deyaptilar. Kelganlaridan keyin bilasizlarmi nima dedilar? Aytdilarki, qish, yo'llar yaxmali. Bilasizmi, Firuza Zulayeva, ming bor uzr, men kechga qoldim, lekin hozir avariyaga uchrab kelayotgan mashinam arqi tushib ketib, shunaqa bo'lsa ham sizni oldingizga to'xtamasdan yugurib keldim deganlar. To'g'risi men hayron qolganman. Shu darajada ayol kishi homilador bo'lishni istaydi. Shu darajada avariya bo'lgan bo'lsa ham punksiya qildirishim kerak deb yugurib kelganlar va yig'ib olgan 4-5 ta hujayramizdan bir donagina embrioncha paydo bo'lgan va ushbu embrionni bachadon ichiga ko'chirib o'tkazganimizdan keyin patsientkamiz homilador bo'lganlar. Hozir qizlari 1 yoshdan oshdi. Menga uni rasmlarini, qilayotgan, ya'ni chiqarayotgan yangi qiluvchalari bilan bo'lishib turadilar. Va shu patsientimning tarixlari juda ham meni esimda qolgan. Nimaga? Birinchidan, ayol kishi homilador bo'lishni istasa, hech kim va hech narsa uni to'xtatib qolmasligiga bitta isbot. Ikkinchidan, ushbu patsientkamda hech qachon savol bo'lmagan. O'zi to'g'ri qilyapmizmi? Bu dorilar menga zarar emasmi? Eko o'zi o'xshirmikin? Shuncha pulim ketyapti, vaqtim ketyapti. Sizlar meni aldamayapsizlarmi? Nimalar bo'lyapti? Nimaga men shuncha dori oldim, lekin menga tuxum hujayra olib bera olmadingiz? Nimaga men yana qayta pul yig'ib
faqat punkti qildirib yurishim kerak. Turmush o'rtoqlari esimda Rossiyada ishlardilar. O'zlari ham aytayman-ku, unaqa pullari ko'p, bemalol hamma protokolga pul topadigan odam emas edilar. Lekin juda ham ichlarida kuchli ixlos, ishonch bor edi. Nafaqat vrachga, balki o'sha niyatlariga albatta Alloh yetishtirishiga ishonch bor edi. Shuning uchun patsientlarimga aytamanki, agar ixlosingiz bo'lsa, ishonchingiz bo'lsa, demak yo'lni yarmini bosib o'tib bo'lmiz deb qo'yaman. Shu agar aytgancha, agar sizlarga shunaqa tarixlar qiziq bo'lsa, bunaqa videolarni ko'p qilamiz. Chunki aytib o'tganimdek, alhamdulillah patsientlarimiz ko'p. Yaqinda hisoblasam 100 dan ortiq eko farzandlarimiz dunyoga kelibdi. Ularning istoriyalari juda ham qiziq. Agar ularning istoriyalari xuddi men kabi sizga ham qiziq bo'lsa, kitob yozish poylab o'tirmasdan YouTube kanalimizda balki shu istoriyalar bilan sizlar bilan bo'lishamiz. Qiziq bo'lsa kommentariyalarda menga qiziq deb yozib qoldiring. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha bizani motivatsiya qilasiz va tezroq, ko'proq shunaqa videolar olib sizga taqdim etishga harakat qilamiz. Bizga obuna bo'lishni aytgancha unutmang.